Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Naynavo mahalla fuqarolar yig'ini 110 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu konturimiz Abduhalim yer bo'stoni fermer xo'jaligi hamda O'rinboyev Sobir saxovati fermer xo'jaligi bilan chegaradosh. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 333 metr, bo'yiga 204 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekilib, agrotexnik ishlar olib borilmoqda. Ekinlarni yetishtirish 100-120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 60 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 16 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qo'rg'ontepa dehqon xo'jaligi Murodiljon Holdarboyev kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 29 tonna, jami 290 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.